Toshkentda viloyatlik taksistlarning harakati cheklandi. Endi ular o'z viloyatida taksichilik qiladi. O Asror, qayoqqa? Samarqandga. Ha, tinchlikmi? Taksichilik qila olmas ekanmiz endi. Voy. Qaysi viloyat bo'ladigan bo'lsa o'sha viloyatda va shu viloyatga tutash hududdagina qilish mumkin. Bu demak, yana minglab biz yurtdoshlarimizni haqorat qiladigan, shovinistik, past nazar bilan qaraydigan Rossiyaga yana ishlashga borishga majbur qilishini anglatadi. Noqonuniy taksichilik qilish ko'payishini anglatadi. Viloyatlikdan keladiganlar ayrimlari nopok militsiya xodimlariga qo'liga tushib, yem bo'lishiga olib keladi. Endilikda har bir taksichi faqat o'z viloyatida harakatlanadi. Ya'ni yo'nalishsiz taksi xizmatini ko'rsatayotgan haydovchilar endi faqat litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hudud doirasidagina ishlashlari mumkin. Sizlarga og'irligi tushayotgani yo'q shularni. Sizlar yordam bermaylik, bu kichimiz xalaqit bermaylik, iltimos. Xalaqit bermaylik, o'zini o'zi band qilib oilasini halol mehnat bilan boqib yurgan insonlarga xalaqit bermaylar, joyingizda sog' bo'lsin, iltimos sizlardan. Xo'sh, sizningcha bu talab Toshkentdagi tirbandlikni oldini oladimi yoki ishsizlik oshishiga sabab bo'ladi? Hamma uyiga ketadi va Toshkentda tirbandlikdan oldini olamiz degan bir fikrga borib, agar shu qarorni qabul qilgan bo'lsa, shu bilan xomsanash shunaqa bo'lmaydi. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Sizdan bir dona like va kommentariyalarni kutib qolamiz. Unda biz to'liq videoni e'tiboringizga havola qilamiz. Toshkentda yangi tartib. Viloyatdan kelgan taksichilarga cheklov qo'yildi. Endilikda har bir taksichi faqat o'z viloyatida faoliyat olib boradi. Toshkent shahrida boshqa hududlardan kelgan haydovchilarga taksichilik qilish taqiqlandi. Yo'nalishsiz taksi xizmatlarini olib boruvchi haydovchilar litsenziya kartochkasida ko'rsatilgan hududdagina faoliyat olib borishi mumkin. Vazirlar Mahkamasi tomonidan qonunchilikka 2025-yil 2-aprelida imi-jimida kiritilgan bu tartib jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lmoqda. Huquqshunos bloger Xushnud Xudoyberdiyev o'zgarishga munosabat bildirar ekan, bu qaror orqali Toshkentda tirbandliklar kamayib qolmasligini hamda qanchadan qancha qon yutishlar bilan yo'qotilgan propiska rejimi taksichilar misolida ortga qaytganini ta'kidladi. Kim viloyatiga ketadi? Agar shunaqa aql bilan qabul qilgan bo'lsa, mas'ullar shularni xom sanab, ya'ni biz hozir masalan qaror qabul qilsak, hamma uyiga ketadi va Toshkentda tirbandlikdan oldini olamiz degan bir fikrga borib, agar shu qarorni qabul qilgan bo'lsa, shu bilan xom sanash shunaqa bo'lmaydi. Faqat o'sha avvalgidek eski davrlardagidek qo'l ko'tarib ko'chada bemalol taksi to'xtatishingiz mumkin bo'ladi, shu rivojlanib ketadi. Va to'rtinchi eng yomoni, bundan ham yomoni, masalan, kimdir aytaylik, qonuniy ishlamoqchi bo'pti, men Toshkentda ishlamoqchiman, qonuniy ishlamoqchiman demoqchi bo'lsa, o'zini mashinasini Toshkent propiskasi bor biror tanishini nomiga o'tkazadi va gendaberins orqali taksichilik qilishni boshlaydi. Lekin xudo ko'rsatmasin, ana u tanishi istalgan payti borishingni qil desa, mashinasi qolib ketadi va bunaqangi muammolar, nizolar ko'payadi, mulkiy nizolar. 1-may holatiga 2025-yil 1-may holatiga 775 ming nafar o'zini o'zi band qilgan taksichilar faoliyat yurityapti. Ya'ni 775 ming odam davlatga tushamal bo'lmasdan, davlatdan bir narsa talab qilmasdan o'zini o'zi halol mehnat bilan oilasini boqib yuribdi. Birovga teginayotgani yo'q, birovdan bir narsa talab qilayotgani yo'q, qani ish o'rni yaratib ber deyotgani yo'q. Sizlarga og'irligi tushayotgani yo'q shularni. Sizlar yordam bermaylik, bu kichimiz xalaqit bermaylik, iltimos. Xalaqit bermaylik, o'zini o'zi band qilib oilasini halol mehnat bilan boqib yurgan insonlarga xalaqit bermaylar, joyingizda sog' bo'lsin, iltimos sizlardan. Iqtisodchi Otabek Bakirov nima uchun bu qaror muhokamaga qo'yilmagani, nega bunday talab kiritilayotgani izohlanmaganini aytib, mas'ullar oldiga savol qo'ygan. U agar viloyatlik taksichilarning huquqi cheklanishiga ko'z yumilsa, ertaga navbat viloyatlik novvoylar, viloyatlik o'qituvchilar va boshqalarga ham yetib borishini aytgan. Yana bir iqtisodchi Behzod Hoshimov esa, agar qaysidir faoliyat turi odamning kelib chiqishi sababidan boshqa viloyatlarda ishlashi taqiqlansa, insonlarning konstitutsiyaviy huquqi masalasi ko'tarilishi kerakligini yozgan. Mutaxassis O'zbekistonliklar O'zbekistonning istalgan hududida yashashga va mehnat qilishga bo'lgan haqlari cheklanmasligi kerak deya ta'kidlagan. Xo'sh, qadrli obunachilar, siz bu haqda qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Poytaxtdan davlat ro'yxatidan o'tmagan viloyatlik qoralar Toshkentda va Toshkent viloyatida taksichilik qila olmaydi. Qaysi viloyat bo'ladigan bo'lsa, o'sha viloyatda va shu viloyatga tutash hududdagina qilish mumkin bo'ladi. Bu demak, yana minglab biz yurtdoshlarimizni haqorat qiladigan, shovinistik, past nazar bilan qaraydigan Rossiyaga yana ishlashga borishga majbur qilishini anglatadi. Noqonuniy taksichilik qilish ko'payishini anglatadi.
viloyatlikdan keladiganlar ayrimlari nopok militsiya xodimlariga qo'liga tushib yem bo'lishiga olib keladi yoki ommaviy ravishda davlatda, mamlakatda rahbarlarga, davlatga nisbatan norozilik ko'payishiga olib kelishi mumkin. Biz oddiy odamlar, oddiy o'zbekistonliklar tan olgan mana shu yangi konstitutsiyaning 67-moddasida belgilab qo'yilgan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy makon birligi, tovarlar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag'larning erkin harakatlanishi kafolatlanadi deb belgilab qo'yilgan. Mehnat resurslari haqida ham gap ketyapti. Demak, mehnat resurslari bu nima? Bu mamlakat aholisining mehnatga layoqatli yoshdagi qismini anglatadi. Ya'ni bu mehnatga layoqatli o'zbekistonliklar, jumladan taksistlar ham O'zbekiston bo'ylab erkin harakatlanishi mumkin. O'zbekiston bo'lak emas, yagona iqtisodiy makon ekanligini mana shu konstitutsiya ham tan olib turganligini anglatadi. Umid qilamiz biz o'zbekistonliklar, O'zbekiston xalqi tan olgan konstitutsiyani mana shu mamlakatga xizmat qilishi kerak bo'lgan hukumat, vakolatli davlat idoralari ham to'g'ri ma'noda tan oladi va konstitutsiyaga zid bo'lgan mana shunday diskriminatsion qarorlarni bekor qiladi degan umidimiz bor. Istalgan O'zbekiston hududidagi istalgan o'sha haydovchi xoh Andijondan turib, xoh Qashqadaryodan bo'lib turib, yagona makon, iqtisodiy makon O'zbekiston bo'lganligi uchun O'zbekistonning istalgan hududida taksilik faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Ya'ni mehnat resurslari erkin harakatlanish imkoniyati yaratilishini konstitutsiya kafolatlayaptimi? Bu mana shu huquqni beradi. Demak, unga zid bo'lgan har qanaqa hukumat qarorlari, vazirlik qarorlari, byurolar va hatto qonunlar ham konstitutsiyadan past kuchga ega, ular ishlamaydi. Biz yana bir bor hammani yangi konstitutsiyaga qaytib ish ko'rishga chaqirib qolamiz. Yashasin yangi O'zbekiston, ishlasin yangi konstitutsiya. Bizning shiorimiz shu.